1 milliondan oshiq qozoqning o'limiga sababchi bo'lgan, qozoq xalqining qotili deya nom olgan Filip Goloshyokhin haqida bilasizmi? Agarda bilmasangiz, shu odam haqida sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Stalin zamonida Qozog'iston mamlakatini yahudiylardan bo'lgan Filip Goloshyokhin ismli kishi boshqargan. Aytishlaricha, Goloshyokhin o'zining 7 yillik boshqaruvida biror marotaba markazdan nariga chiqmagan ekan. Goloshyokhin bir vaqtlar Nikolay II va uning oilasini ottirganlardan biri edi. Goloshyokhinni qozoqlar katta nafrat bilan eslashadi. Uning davri qozoq xalqi tarixidagi eng qora davrlar bo'lgan. Tarixchi Ivan Bursov bu odamni qoni bilan to'xtatib bo'lmaydi. Bu xususiyat uning tabiatida ayniqsa sezilarli. U jallod shafqatsiz kishi, partiya hayotida takabburlik bilan ajralib turadi. Demagog edi. U qozoqlarni umuman xalq deb hisoblamagan deb yozgandi. Goloshyokhin zamonida 1 milliondan ortiq qozoq aholisi qirilib ketgan. Bir necha 100 ming kishi Xitoyga qochgan. U Qozog'istondagi buyuk ocharchilik asoschisi hisoblanadi.